bitta yelimni qoldirmoqchi bo'lsangiz, qo'yasiz, solmaydi. Bitta yelimni. Kerak emas. Ha, anaqa-da. So'rasi qolsaveradi. O'shancha anaqa cho'ysiz ham bo'ladi. Ham joy bukilishi kerak. Mana joyni ham bukib qilish kerak. Ko'pchilik nima turgandan keyin nima o'ylaydi? Yo'q, qolsaveradi. Nabirat anaqa bukib turib, dalini tushib ketadi. Ko'tarib olishmasdan vaqt ketib qoladi. Ko'p tepadan pastga o'tmasin. Bezapasni tepadan olib keladi. Nam bo'ladi, boshqa bo'ladi. Buni ochiq joyi bo'lsa, kimdir to'kirish. Apparat to'kilgandan keyin flag ochiq bo'lsa, ochiqroq bo'lsa, yaxshiroq bo'ladi. Mana bu narsa tushib turgan bo'lsa, mana bunday holatda bo'lsa, buni ko'tarib qo'yasiz. Ko'tarib qo'yiladi. Birinchi qilinadigan ishlar mana shu. Bu apparat yoqasiz. Hurmatli obunachilar, mana Oskar sovish apparatimizni Nerjivika 30 litr bitisiga sovish uchun mo'ljallangan. Juma bozorga Toshkent viloyatiga beramiz. 1 yil motoriga garantiya berdik. Akamiz olib ketyaptilar. Yaxshi kunlarga buyursin. Xizmat bo'lsa, past nomerlarimiz bor. Aloqa qilib ko'rasizlar. Okey, rahmat. Mana hurmatli obunachilar, Oskar Nerjivika sovish apparatimizni bitta vaqtda bitisiga sovadigan apparatimizni Toshkentga beramiz. Mana Oskar kompaniyasi ishchilar Turkiyada ishlab chiqarilgan 1 yil garantiya berdi. Akamiz juda ko'p narsa oldilar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, nomerlarni qoldirganmiz pastda. Aloqa qilib ko'rasizlar.